Mana o'sha sayohatchi Abu minib yurgan Jack M3'larni endi hamon nasiya savdoga olsangiz bo'lar ekan. Misol tariqasida sizda pulingiz ozroq yetmayapti. Misol bu 215 million bo'lsa, bir 30%, 20% pulingiz yetmayapti, ya'ni to'liq to'lashga, ya'ni naqd pulga olgan o'zini narxini 215 millionni chista halol nasiyaga misol 70%ni berib turib, qolganini bo'lib to'lashga olsangiz bo'lar ekan. Faqat bu M3'lar emas, hattoki Jack X200larimiz o'sha 2 tonna yuk ko'taradiganini hamma yo'g'i ishonchlisi. Buni o'zida 8 o'rindiqli B kategoriya, ya'ni perivalni o'tish ruxsatlari bor. Akalar, mana sizlarga chista halol nasiya. Buni endi to'liq ma'lumotini Said Akror deysizmi? Assalomu alaykum, Said Ashraf. Said Ashrafjondan to'liqroq ma'lumotini olamiz. Ismingiz ham ajoyib chiroyli ism ekan. Said Ashraf. Men to'g'risi birinchi marta eshitdim. Qarang, buni ekosini bu 2 tonna yuk ko'taradi. Bu o'sha B kategoriyada 8 o'rindiqligi. Misol kimdadir pul yetmay qoladi. Xo'p, shuni nima siz aytishingiz bo'yicha 70% ni bersa 1 yilga deyapsiz. Qolgan imkoniyatlar yo'qmi? Misol 50% bo'lsa-chi, misol. Yo'q, misol uchun 50% to'lasa ham, mana shu M3larga 6 oyga o'zini tan narxini bo'lib to'laganini qilib beramiz. Agar undan ko'ra 70% to'lov qiladigan bo'lsa, o'zini tan narxini 70% to'laydi-da, qolgan 30% ni 1 yilga tan narxini bo'lib to'lashga qilib beramiz. Mana shu narsa yaqingacha ham yo'q edi aka. Juda ham ko'pchilik haligi naqqa jinda yetmay qolyapti deb turib pul yig'ishyapti. Ko'p savol bo'lgan. Jinda pul yig'ishyapti, yetmay qolib turib boshqa narsaga tikib orishyapti-da, boshini ola olmay qolishyapti. Shunaqangi vaziyatlarda qolib ketmasligi uchun shunaqangi yengilliklar qilib qo'yishdi aka. Qaranglar, eng qiziqarli joyi o'sha sayohatchi Abu binib yurgan o'sha Jack M3 bo'ladi. O'zi aslida 8 o'rindiqli bo'ladi. Qaranglar. Mana shuni odam ham ketganda qiynalmaydi. Ya'ni o'sha sidinalar uchun manaqasi tushardi, qatdan tushadi. To'g'risi men dicha Ahmetning knopkachasi bormidi? Pastdagi knopkachasi. Uzr so'rayman. Men bitta qo'lim uchun qiynaldim va ichi mana keng bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 o'rindiq, shopir bilan 9 o'rindiq B kategoriya. Endi buni olganingizdan keyin boshqa kategoriya olishingiz shart emas. Ichi salonni qaranglar. O'sha chiroyli salon, vashe dahshat. Eng ayniqsa men shopir bilan mana yonida o'tirgan bo'lib, vashe keng o'tiradi. Sababi orqada 3 o'rindiq siqqanligi uchun bu ichi ancha keng bor. Oyoqlaringizni bunday qilib juplab ketmaysiz, kengina ochib ketsangiz ham bo'laveradi o'zi umuman. Xo'p, endi buni nimasi tuzilishlarini tushuntirib bersangiz, metan qo'ysa bo'ladimi degan savollar, propan qo'ysa bo'ladimi degan savollar. Xo'p bo'ladi aka. Ushbu mashinamizda 1.8 litrli yaponskiy motor bo'ladi. Bu degani propan ham, metan ham bemalol o'rnashadi. Undan tashqari aka, rangiga qarab narxlari o'zgarmaydi. Xohlasangiz oqi, xohlasangiz qorasi, xohlasangiz mana shunaqa stalnoy rangidan chaqirtirib berilaveradi aka. To'g'ri turibdi mana. Xo'p. Yana bularning monitorlari ham juda ham aqlli qilib ishlangan. Android Auto Apple CarPlay'larni qo'llab-quvvatlaydi aka. Ichkarida konditsioner, pichka dismi, xullas yengil mashinada ham yo'q, komfortlar hammasi kerak bo'lsa shunda bor. Bor, konditsioneri o'zi umuman o'zi ko'pchilik biladi. Sayohatchi Abu'ni ko'rib turibsizlar. Mana shu mashinadan yana yangi oldim, yana yangi minib ketyapti, yana qaytadan. Xuddi mana shu mashina bo'ladi. Xo'p, hozirgi kundagi narxi necha pul endi mana shuni? Hozirgi kunda naqqa 215 million 360 ming so'm. O'sha 70% to'liq qolganini ham o'sha 1 yilga o'sha narx bo'ladi. O'shanda ham 1 yilda ham xuddi naqqa olgandek bo'lasiz. Ya'ni naqqa olasiz aka. Stipendiyat tug'ilmaydi. Umuman. Xuddi mana summa bo'ladi. Даже sug'urta ham qilinmaydi aka. Zo'r-ku mana. O'zini nomiga chiqadi. Pryamoy o'zlarining nomlariga chiqadi. Zo'r. Endi mana Jack X200 imizga kelsak, ya'ni bu qaranglar 2 tonnalik bo'ladi. Uzunligini qaranglar, mana tentini qaranglar, vahimaligini. Bu hazil bu bitta kamas yuki bo'lyapti. Keyin eng qiziqarli joyi mana joyiga metan qo'ysa bo'ladi, nariyog'iga ham metan qo'ysa bo'ladi. Xolasi orqasiga ham metan qo'ysa bo'ladi. Yana bitta zo'r tarafi zapaskasi 2 tadan bo'ladi. Mana shuni pastroqdan ko'rsataylik, mana ko'rib turibsizlar. Zapaskasi 2 tadan bo'ladi. Ya'ni oldisi ham bor, orqasi ham bor. Hamma yo'g'i hisobga olingan. Yelimlari, bunaqa nur qaytarishlari hamma taraflama hisobga olingan. Xo'p, endi bularni to'liqroq tushuntirib bersangiz, necha puldan? Bu yerda 3 xil varianti bor, ya'ni oddiysi, tentligi va prontovarligi bo'ladi. Sizlarda qolmadi prontovarligi? Prontovarligi bor aka. Chekkada turibdi, undan ham. Undan ham yangi assortimentlar kelyapti. Xo'p, bu mashinamizni eng asosiy narsasi motorga keladigan bo'lsa, 1.8 litrli atmosfer 1.8 litrli bunda M3 da bo'lsa, bularda 2 litrli bo'ladi. 2 litrli adashib shu 1.8 ni 2 litrligi bo'ladi. Unda ham yaponskiy motor bo'ladi. 147 ot kuchi. Xo'p, propan ham, metan ham bemalol tushaveradi aka. Perival-merivallarda umuman qiynamaydi mashina. Xo'p, mashinani gruzopodъемностini o'ziga 2 tonna 80 kilo
yozib berishadi. Ha. Hozir klientlarimiz olgan klientlar aka 3 tonna, 4 tonnalar yuklashyapti aka. Lekin tavsiya qilmaymiz, lekin mana 3 tonnaga yuklashganlar bor. Ana shuni hisobga olib qo'yasizlar. Shunaqa. O'zi tavsiya qilmaydi. Lab olgan ham to'g'risi hamma 500 kilo degan, lekin 1 tonnagacha toshib yurishibdi. O'zlaring tushunma qilyapsizlar. Endi buni haligi tavsiya qilinmaydi o'zi aslida. Nimaga? Mashinangizni urintirib qo'yasiz. O'zi oldin 1 tonna ham yetardi-da, to'g'risi. Hozir 2 tonnalik bo'lgandan keyin 2 tonna torting, bo'ldi. Mashinangizni urintirmang, umrini uzoq qilib, maza qilib meni yuring, eng zo'ri. Xo'p, endi narxlarga kelsak, buni aytib o'tsak, mana oddiysi nechi pul, bunisi nechi pul, narigisi nechi pul qanaqa bo'ladi. Keyin orqasini aytmayapmiz, ya'ni bagaj qismlari, ya'ni mana shu nechiga necha bo'ladi, shunisini aytmayapmiz. Xo'p. Razmerlari ichini o'zi 3.10 ga 1.65 bo'ladi. Tentligini, balandligi 1.85 bo'ladi. Tentligi 1.85, ha. Tentligi 1.85 bo'ladi. Furgonlariga keladigan bo'lsa 3.10 ga ichi bo'yi ham, eni ham 1.75 dan bo'ladi aka. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsa, bular 248 million 640 ming. Tentlilar 255 million 520 ming, furgonlilar 275 million 640 ming so'm. Demak, 3 xil narx hozir. Hozir eng arzoni mana shunisi bo'ladi. Eng arzoni shu bartavoy bo'ladi. Agar bundan ham arzonroq kerak, furgonni haqida bortlarini o'zim yasatib olaman desa, bu mashinamizni shassilari ham sotuvga chiqdi. Mabodo, xohlasa. Mabodosiga bartavoyga qaraganda 4 million arzonrog'iga keldi ulardan. Sheb narigini kalitini bering, uni ham ko'rsatib olaylik. Ana 24 talikni, qolganini ham. Demak, bularni ham hozirgi mana bu narxida bemalol nimani olsa bo'laveradi. Xuddi shunaqa aka. Ha, gap yo'q. Mana ko'rib tursa, endi sizlarga tashqaridagilarni chiqib ko'rsatib o'tamiz. Akalar mana tashqariga chiqib oldik. Endi bu yerda mana o'sha oq modeli, qorasi, farqi yo'q, xohlaganingizdan sizga topib beriladi. Bu yerda yo'q bo'lsa, ya'ni bu salonda bo'lmasa, skladda bo'ladi. Endi bundan keyin mana Jack X200larimiz va undan keyin ham Jackda eng hali o'sha kirakashlar olayotganimiz, ya'ni kiraga, linaga olayotgan akalarimizdagi mana shu modeli bo'ladi. Endi bunda baloni bittalik bo'ldi, ya'ni ekonomik bo'lib chiqdi, lekin yukni o'sha odamni o'sha olaveradi. Mana tayin ochilishini qarang, mana ochildi. Endi uni yopsangiz, mana hozir yopamiz, yana o'zi kirib ketaveradi avtomatik mana. Yopdik, kirib ketdi. Ko'rdinglarmi? Yana ochsa, yana kirib nima ochilaveradi mana. Bu odam ko'taradimi deganlar o'zi bitta chiqib ko'rsa, nima qilib bering. Mana. Bexijolat, любой yukni ko'taradi. Eng qiziqarli joyi mana chiqqaningizda qaranglar, yaxshilab ahamiyat beringlar. Bosh umuman tegmaydi. Boshingizni tekis ko'taring. Qarang, bir qarich joy qolyapti o'zi umuman. Bu necha o'rindiq bo'ladi shunda hozir hammasini to'liq aytsangiz? 15 ta yo'lovchi, bitta shopper bo'ladi. Ya'ni shu 16 talik sani xuddi o'sha mashina, faqatgina shu yakka balon qilingan versiyasi. Mashinani ichki parametrlarida, boshqa joylarida umuman kamchiligi yo'q. Xuddi o'sha oldin qimmatroqqa sotilgan modelni o'zi sal narxini arzonroq qilib yakka balon qilib qo'yildi. Faqat sababi o'sha yakka balon bo'ldi, ham ishqalanish kuchi, ikkita balon yerda ishqalanganda salarga misol benzin ko'p ichsa, misol tariqasida bitta balon bo'lgani uchun benzinni, ya'ni oz ichadi. O'rindig'i o'sha, pardalar o'sha, keyin ya'ni zaryadniklari bor va tepada konditsionerlar har bitta odamga bittadan qo'yilgan, boshingiz tegmaydi va televizorigacha, ya'ni monitorigacha bo'ladi. Ya'ni danniga qadar kelingizda bezopasliklari bor, ya'ni hamma yo'g'i bor. Yana bitta zo'r taraf mana oddiy odam xohlasa o'tirib ketadi, xohlasa mana yotib ketsa bo'laveradi. Ya'ni danniga yurganda mana shunaqa holatlarda bo'ladi. Lekin shopperga kelganda, shopperga ancha maza qilib yuboradi. Ya'ni mana bunaqa joydan o'tib olsa bo'laveradi, skollar joyiga qo'yilgan. Xullas konditsioner, monitorlari hamma yo'g'i ishlaydi. Bu mashinamiz narxi necha pul endi mashinamizni? Narxi aka oldin 403 milliondan sotilgan model, hozir 396 million so'm. Bu ham tushdi. Albatta. O, zo'r-ku, mazza-ku. Akalar qaranglar, mashina lekin nihoyatda zo'r mashina. Orqa ko'rinishlarini bitta ko'rsatib qo'yaveramiz. Yangi paket o'zidan ishilib olasizlar va undan keyin orqasini ochgandan keyin zapaska joy bo'lar ekan-da, naqda. Bo'ladi. Mana bu yerda ancha joy bo'lar ekan-da. Mayli. Mana yetada. Konditsionerlarga bu yoqda bor ekan, ya'ni o'sha klimat kontrollargacha bor ekan. Zo'r. Xo'p, yoping, narini yoping. Ana. Mashina xullas, nomer 1 bu endi D kategoriya akalar, shunga ahamiyat berasizlar. Narigilar B bo'lsa, bu D kategoriya bo'ladi. Hozir bundan ham o'sha narxi o'sha deyapsiz. Narxlari o'sha 396 million. Akalar, biz qayerda turibmiz, bu joy qayerda deganlarga biz Qo'qondamiz, ya'ni Farg'onadan kelganda Qo'qonda T obrazkasi deyishadi. Pitay bor. Bu taraf Farg'onaning yo'li, ya'ni Betonga, ya'ni Bag'dodga chiqish joydamiz. Mana shu joyda China Motorsga bemalol murojaat qilaverasizlar. Kimdir vodiydan keladigan bo'lsa, yo'q bo'lmasa aloqa chiqsalarning sizlarga bexijolat uylaringgacha kerak bo'lsa kelishiga asosida yetkazib ham berilaveradi akalar.
to'liq ma'lumot berdingmi, xudo xolasa? Albatta, aka, xudo xohlasa kamchiliklar bo'lsa, shekka kelishganda to'ldirib beramiz, aka. Gap yo'q. Hammalaringiz. Agar bizdan xato kamchiliklar o'tgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Bizda yangi bo'lsalar, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yinglar, ishlab chiqarish bizneslarni birinchilardan ko'rib olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.